100 emas, 500% o'yirim bo'lib aytaman. Internetda hali hech kim shunchalik ko'p gadjetlarni bunchalik arzon narxda sotmagan. Misol uchun internetda qo'limdagi apparatni 3 million 250 minggacha sotishyapti. Taxmin qilib ko'ringlarchi, men sizlarga bu apparatni nech pulga arzon qo'ya olaman? Narxini bilishingiz uchun intriga qilib ham o'tirmayman. Shu yerda turgan modellarning hammasi 2 million 400 mingdan 3 million 200 minggacha sotiladigan modellar bor yo'g'i. 69 dollardan. Asl narxi 415 dollar turadigan Nova 12S 256 GB model bor yo'g'i 199 dollardan. 10 dan 11 dyumgacha bo'lgan planshetlarning hammasi 2 million 200 minggacha sotiladigan modellar bor yo'g'i 89 dollardan. Telefonlarni arzonrog'idan deysizlarmi, o'rtachasidan deysizlarmi, navorochinisidan deysizlarmi, naushniklar deysizlarmi, xohlaganingizcha sota olasizlar. Ko'rib turganingizdek soni kam emas, yetarlicha, lekin bularning sonidan turi ko'p bo'lganligi uchun, operativniy pamyati, kameralari, dyumlari har xil bo'lganligi uchun va narxi ham boshqacha bo'lganligi uchun Telegram kanalga qolgan modellarni bittama-bitta live video qilib qo'yaman. Telegram kanalga o'tib, xushyor tursanglar, o'zingizga yoqqan gadjetlarni hech qachon narxda sota olasizlar.